Gastroskopiya apparati orqali oshqozon ichaklarni tekshirtirish necha pulga tushadi? Bu haqida to'liq ma'lumot olgani mutaxassis Zohid Zokirovichning oldiga kelganmiz. Zohid aka, bu apparat haqida biroz tushuncha berib o'tsangiz. Bu apparat orqali qizilurkash va oshqozon 12/8 ichki shilq qavatini, ya'ni o'zgarishlarini tekshiradi. Oshqozonida, ichaklarida muammosi bor odamlar zond yutishdan qo'rqib tekshiruvga kelishmaydi. Bu gastroskop apparatingizni afzalliklari qanaqa? Buni yutishdan qo'rqmaslik kerak. Mana eng ingichka bo'lgan gastroskop apparatlarimiz bor. Bu orqali, ya'ni burun orqali oshqozon tekshiriladi. Burun orqali tekshirgan vaqtda, ya'ni til ildiziga tegmaydi. Til ildiziga tegmagandan keyin bemorlarda o'qish va qayd qilish refleksi kuzatilmaydi. Shu sababli bemorlar buni og'riqsiz va noqulayliklarsiz bu tekshiruvda o'zlarida sinab ko'rishlari va kasallik oldi holatlarida tekshiruvlardan o'tishlari lozim. Zohid aka, bu gastroskop apparatida tekshiruv necha pulga tushadi? Tekshiruv atigi 300 ming so'mda talab qiladi va bu bilan birgalikda bemorlarimiz asosan gastroenterologik muolajalar olish uchun avvalambor uzviy tekshiruv va laboratoriya tahlillar tekshiruvlaridan o'tishlari lozim. Oshqozoningizda, ichaklaringizda qandaydir noqulaylik his qilayotgan bo'lsangiz, Zohid akaga murojaat qiling, pastda nomerlarni qoldiramiz.